yuqori sinf o'quvchilari sizlarda bugungi kundagi futbol turi bo'yicha maktabimizni birinchi mana shu o'quv yilida boshlangan birinchi chempionatimizga xush kelibsizlar deb qolaman. Bu chempionatni uyushtirishimizga har doimgidek sabablari bor. Chempionat uyushtirishimiz. Birinchi navbatda bu sizlarning qiziqishinglar. Yuqori sinfda o'qiyotgan o'quvchilarimiz, o'g'ilbola o'quvchilarimiz futbolga bo'lgan qiziqishi bo'lsa, ikkinchi navbatda bu rayon miqyosida, kerak bo'lsa respublika miqyosida jarayonlangan nimalar bor, ish topshirmalar. Ularning birinchisi har doim o'sha sentyabr boshlangandan beri aytib kelyapmiz. 2024-25 o'quv yili boshlangandan beri aytib kelyapmiz. Nima deyapmiz? Qirg'iziston davlatida Qoraqirg'iz avtonom oblastini tuzilganligini 100 yilligi nishonlangan. Yubiley yil 100 yilligi nishonlangan. 100 yilligi nishonlangan. Shu munosabat bilan ishchilarimiz ichida sportli o'yinlar uyushtirilishi kerak edi. Shu sportli o'yinlarning birinchisi mana futbol bo'lib uyushtirildi. Buni shu ish planisidagi uyushtirilgan sportli o'yinlarda sizlarni ko'rib turganimizda maktab administratsiyasi nomidan shu Rujo yetakchilari mana anayimiz turibdi. Shular nomidan sizlarga minnatdorchilik bildirib ketaman. Ikkinchi navbatda eslasanglar, hamma sinflarda sentyabr oyining menimcha bir 20-chislalarida gepatit to'g'risi degan nima yozgan. Diktant yozibdi. Vaqt soatlarda diktant yozdi.